7 yildan so'ng Koreyadan O'zbekistonga qaytdim. Samarqand va Buxoro bo'ylab sayohatdan so'ng Toshkentga keldim. Shinam mehmonxonaga joylashdim. Biroz dam olgach, shahar bo'ylab sayrga otlandim. 7 yil ichida nimalar o'zgarganini o'z ko'zim bilan ko'rish uchun. Birinchi manzilim Magic City bo'ldi. Bu joy kichikroq Disneylandni eslatadi. Eng hayratlanarlisi, kirish mutlaqo bepul. Dunyoning ko'plab Disneylandlarida bo'lganman, ammo bunday imkoniyatni faqat shu yerda ko'rdim. Bu yerda Big Ben va Samarqanddagi Rayson maydonining maketlari juda mohirlik bilan yaratilgan. Ochig'i juda qoyil qoldim. Keyin yo'lim Xalqlar do'stligi saroyiga tushdi. Bu yerga oxirgi marta 2015-yil bolalar konserti uchun kelgan edim. O'shandan beri biroz o'zgarishlar bo'libdi. Ayniqsa tashqarisidagi haykal qayta tiklangani e'tiborimni tortdi. Rejada bo'lmasa-da tasodifan konsertga kirib qoldim. So'ng Toshkent City'ga bordim. O'zimni go'yo Dubayda yurgandek his qildim. Zamonaviy baland binolar orasida joylashgan go'zal va shinam park esa alohida zavq bag'ishlaydi. Ayniqsa bu yerdagi musiqali favvora haqiqiy mo'jiza. Uni so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Albatta o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Toshkent 7 yil ichida juda katta o'zgarishlarga uchrab, yanada chiroyli va rivojlangan shaharga aylanganini ko'rib xursand bo'ldim. Shundan so'ng Seul Mun tomon yo'l oldim. Bu joy go'yo Koreya ko'chalarining bir bo'lagi. Nomi ham bejizga emas ekan. Atmosfera juda o'zgacha. Ayniqsa musiqali favvora kechani yanada sehrli qildi. Sayr davomida samolyotda o'qib ketish uchun kitob sotib oldim. Mazali ovqatlandim va asta-sekin aeroport tomon yo'l oldim. Shu tariqa O'zbekistondagi sayohatim o'z nihoyasiga yetdi. Yuragim iliq xotiralar bilan to'lib yana Janubiy Koreyaga qaytdim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.